Yunusobod 11-kvartaldan Novostroyka Comfort House'dan uyimizga chiqyapti. Bir xona, 2 xona qilingan degan bo'ladi. Studiyniy variantimiz 41,5 kvadrat. Hop, bu yog'imizda podyezddan kirishimiz bo'lyapti. Bu yoqda o'zini ustidagi mebellarni qilib ketishgan ekan. Srazu sanuzel sameshonniy qilib yuborishgan ekan. Mana kerakli hamma narsani qo'yib ketishgan ekan. Hop, kirib kelarkanmiz, bu yog'imizda TV zona bo'lyapti. Bu yoqda o'zini mebellarni qo'yib berishar ekan. Bu yog'imizga ovqatlanib o'tiradigan zona mana. Oshxonasi ham mana kupe eshikli qo'yib qo'yishgan ekan. Oshxonasi ham mana chiroyli qilib qo'yishdi, xolodilniklar qo'yib ketishgan ekan mebellari bilan. Hop, bu yog'imizda spalniy xonamiz bo'lyapti. Spalniy xonamiz ham mana chiroyli qilib qo'yishibdi. Ko'rsangiz bo'ladi. 41,5 kvadratga zo'r qilib tushirib qo'yishibdi. Hop, bu uyimizdan olib turib ijaraga berib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bemalol 500-600 dollarga topshirsanglar bo'ladi. Joylari zo'r, metrolarga yaqin. Hop, bu uyimizning narxini 77 ming so'rashyapti. Yana ozgina o'tib beriladigan joy bo'ladi. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Kimga yana shunaqa uylar kerak bo'lsa, ko'proq variantlarni Telegram kanalimizga tashlaymiz. Ko'plarni Instagramga qo'shib ulgurmaymiz. Telegram kanalimizga ssilka orqali o'tsangiz bo'ladi. Ssilka profilimizda bor.